Naq 230 metr kvadratli 8 xona uyi bo'lgan mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Ushbu kvartiramiz ko'p xo'jalik kvartirada yashamoqchi bo'lganlarga yoki-da tayyor daromad qilib turmoqchi bo'lganlarga mos keladi. Sababi uyimizda daromadi bor. Hozir batafsil ma'lumot beraman. Eng qiziq videoni oxirida ko'rsangiz narxini aytaman. Korobka kvartira narxida berib o'rishar ekan. Demak, eshikdan kirishimiz bilan mana bu yerda umumiy hojatxonamiz, uning yonida esa sanozilimiz, hammomimiz joylashtirilgan. Umumiy 8 ta xonaga ega. Bu birinchi xonamiz. Kvartiramiz mansardda joylashgan. Manzilni ham videoning oxirida albatta aytib o'taman. Bu tomonda esa 3-xonada belgilangani oshxona hisoblanadi. Oshxonamiz ham kengina, to'liqligicha отопление sistemasi yordamida isitiladi. Isitishdan muammo yo'q. Oshxona jihozlari ham bor va alohida kir mashinasini ham qoldirib chiqib ketishar ekan. Ushbu kvartirani oyiga taxminan 9-10 million daromadi bor. Studentlarni ijaraga qo'yish bilan shug'ullanishar ekan. Mana bu yerda ham yana joylarimiz bor, kladovkamiz bor, kichkina, ixchamgina 8 xonadan tashqari. Bu yerda umumiy hojatxona yana bitta va uning yonida bitta umumiy sanozil joylashtirib ketilgan. Planirovka juda ham zo'r bo'lgan ekan. Keyingi xonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Kvartiramiz 8-qavat mansardda joylashgan. Lift doimo ishlaydi. Liftda umuman muammo yo'q. O'zimiz ham liftda chiqib keldik. Keyingi xonamiz bu tomondagisi. Ko'rganingizdek foydali maydon qismi, boshli maydon qismi ham anchagina, ayrim joylarigina kichkina deraza qo'yilgan, xolos. Va mana bu so'nggi xonamiz. Bu xona mansard emas, oddiy xonadakka ham foydalansa bo'ladigan joylashuvda joylashgan. Ushbu kvartiramizni kommunal tarmoqlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi muammosiz, hujjatlari ham joyida ekan. Ushbu kvartiramiz Minchinorda, ya'ni Raddomni shuni oldidan kirgandagi Novostroyka domni eng tepa qavatida joylashgan, o'rta pates, skvoznak, ikki tomondan ham derazalarni ochib qo'ysa, yanada havo yaxshi aylanadigan joyda joylashgan. Narxi esa 1 metr kvadrati $250 dan, ya'ni korobka kvartira narxida berib o'rishar ekan. Egalarning telefon nomerini videoni pastda qoldiraman, bog'lanib, mana shu katta kvartirani sotib olsangiz bo'ladi.